Assalomu alaykum. Men Dilshod Bahriddinov, Shams Academy va Dilgo Academy asoschisiman. Bu yerda Amerikada birinchi maktabimiz Dilgo Academy hisoblanadi va bugun biz Ziyo Art Academy bilan o'z hamkorligimizni yo'lga qo'ydik. Va bugundan boshlab Ziyo Art Academyda ham IT darslari olib boriladi. Chorshanba va shanba kunlari soat 4 dan boshlanadi va bu IT darslarda biz bolalarga ITning robototexnika, innovatsion loyihalar bilan ishlash va kiberxavfsizlik yo'nalishlarida ta'lim berib, real proyektlar ustida ish olib boramiz va eng asosiysi IT kompaniyalarda biz tajriba sifatida darslarimizni real kompaniyalarda olib boramiz. Birinchi ochiq darsimiz kelasi hafta 1-oktyabr chorshanba kunida bo'lib o'tadi. Mutlaqo bepul. Hammalaringizni shu darsimizga taklif qilamiz. Ko'rishguncha.